Iyun oyi va iyul oyi litsenziyalangan firmadan umra safariga borish narxlari necha puldan bo'lyapti? Inshaalloh bugungi video roligimizda sizlarga qisqacha shu haqida ma'lumot berib o'tamiz. Video boshlashdan oldin bir dona like bosib qo'yinglar. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, albatta podpiska tugmasini ham bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar do'stlar. Inshaalloh 2025-yil haj mavsumidan keyingi birinchi umra ziyorati narxlari e'lon qilindi. Ya'ni narxlari $1175 Toshkentdan, undan tashqari vodiylik do'stlarimiz uchun ham Farg'onadan reyslarimiz mavjud. Bemalol aloqaga chiqish imkoniyatiga egasizlar. To'g'ridan to'g'ri reys, ya'ni Farg'ona Jidda, undan tashqari Toshkent Jidda yo'nalishida reyslarimiz qatnovi bo'lib turadi. Bir dona Zagran pasport evaziga joylaring bron qildirsangiz bo'ladi. Ya'ni ekranda ko'rinib turgan nomerlarda o'sha Telegram, WhatsApp bor. Bemalol aloqaga chiqib, o'zlaringiz istalgan savollarga javob olishingiz mumkin yoki bir dona Zagran pasportlaringizni berib 25-iyunga yoki 25-iyulga yoki avgust oyiga deb Zagranlar pasportlarini berib, joylarini bron qildirish imkoniyatiga egasizlar do'stlar. Sharoitlari haqida qisqacha sizlarga ma'lumot berib o'tkazsam, Madina Munavvarada 3 kun bo'lasizlar, Makka Mukarramada 11 kun bo'lasizlar. 3 mahal milliy taomlarda ovqatlar bo'ladi. Undan tashqari Masjidul Haramdan boshlab Gasisamiz masofasi 1-1,5 kilometr uzoqlikda bo'ladi. Masjid Nabaviydan boshlab Madina shahrida esa 300-400 metr bo'ladi. Ya'ni yaqin Madinada. Makkada esa 24 soatlik avtobus xizmatlari qo'yilgan. Bemalol avtobusda chiqib kelsalaring bo'laveradi. O'zi masofasi ham 1-1,5 kilometr, unchalik uzoqda emas. 24 soatlik avtobus xizmati bor. Avtobusga o'tirsalaring bemalol haramga olib borib qo'yadi. Haramda ibodat qilib, yana o'sha avtobusga chiqsalaring Gasisamizga olib kelib qo'yadi do'stlar. Inshaalloh bugungi qo'ygan videomiz sizlarga manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Ya'ni umra narxlarini bilib oldinglar. Video yoqqan bo'lsa bir dona like bosib, tugmasini bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Inshaalloh ekranda ko'rinib turgan nomerlarga aloqaga chiqib, o'zlaringiz istalgan savollarga javob olishingiz mumkin yoki bir dona Zagran pasportni Telegram, WhatsApp orqali tashab, joylarini bron qildirib qo'ysalaring bo'ladi. Ya'ni 20-iyundan boshlab reyslar qatnovi bo'lib turadi. Ya'ni Toshkent va undan tashqari Farg'onadan ham vodiylik yurtdoshlarimiz uchun ham Farg'onadan reyslarimiz qatnovi bo'lib turadi do'stlar. Bundan keyingi videolarda ko'rishguncha o'zlaringizni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.